Assalomu alaykum. 15-mart Butunjahon iste'molchi huquqlari kuni arafasida O'zbekiston Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi va uning hududiy tuzilmalari tomonidan tashkillangan tadbirlar haqida Iste'molchi Insight orqali xabar beramiz. Surxondaryo viloyatida 15-mart Butunjahon iste'molchi huquqlari kuni munosabati bilan targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. Viloyatning Sariosiyo tuman iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati mutaxassislari tomonidan 15-mart Butunjahon iste'molchilar huquqlari kuniga bag'ishlab, hududdagi Gulobod mahalla fuqarolar yig'ini hamda 29-umumta'lim maktabi o'qituvchi va o'quvchilari ishtirokida targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. Bu kabi tadbirlar viloyatning Oltinsoy va Qiziriq tuman iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari tomonidan ham tashkillanib, mos ravishda hududlardagi 4 hamda 19-umumta'lim maktablarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar o'tkazilib, ularda ishtirokchilarga iste'molchilarning huquq va majburiyatlari, sifatli mahsulot tanlash, xizmatlardan to'g'ri foydalanish, shuningdek huquqbuzarlik holatlarida murojaat qilish tartiblari haqida batafsil tushuntirishlar berib o'tildi. Qashqadaryo viloyatida maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tizimidagi tayanch guruhlari rahbarlari e'tirof etildi. Federatsiyaning Mirishkor tuman jamiyati tomonidan Butunjahon iste'molchi huquqlari kuni arafasida tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tizimidagi tayanch guruh rahbarlari ishtirokida tashkillangan tadbirda olib borilayotgan ijtimoiy sheriklik hamda samarali hamkorlik, iste'molchilarning huquqiy bilim saviyasi va iste'mol madaniyatini oshirish, sohada jamoatchilik nazoratini keng yo'lga qo'yish borasidagi targ'ibot va tushuntirish ishlarida faol ishtirok etayotgan bir qator tayanch guruh rahbarlariga federatsiyaning faxriy yorliq, tashakkurnoma va esdalik sovg'alari topshirildi. Farg'ona viloyatida tizim tashkilotlari tomonidan Butunjahon iste'molchi huquqlari kuniga bag'ishlab turli tadbirlar o'tkazildi. 15-mart Butunjahon iste'molchi huquqlari kuni munosabati bilan federatsiyaning tayanch guruhlari faoliyati olib borayotgan korxona, tashkilot, idora muassasalarida targ'ibot tadbirlari bo'lib o'tdi. Jumladan, viloyat hududiy birlashmasi hamda raqobat boshqarmasi hamkorligida Latviya axborot texnologiyalari menejmenti oliy maktabi Farg'ona filiali, O'rta Osiyo tibbiyot universiteti hamda Koreya xalqaro universiteti talabalari ishtirokida, shuningdek, joylardagi tizim tashkilotlari tomonidan Uchko'prikdagi 1 va 2 politexnikumlarda, Marg'ilon shahri, Yozyovon va Qo'shtepa tumanlaridagi axborot kutubxona markazlarida, Toshloq tumani maktabgacha va maktab ta'lim bo'limida, Furqot tumanidagi 51 maktabgacha ta'lim tashkilotida, Beshariqdagi 2-sonli texnikum va 1-umumta'lim maktablarida va boshqa tashkilotlarda xalqaro sanaga bag'ishlab turli ko'rinishdagi ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar o'tkazildi. Toshloq tumanida xalqaro sana arafasida xaridorlarni taqdirlash tadbiri tashkil etildi. Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi tarmoqli supermarket, umumiy ovqatlanish va oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalarga murojaat qilib, iste'molchilar uchun muhim sana arafasida turli tadbirlarni tashkil etish taklifini bildirgandi. Mazkur taklif asosida federatsiyaning Toshloq tuman jamiyati tuman markazidagi Ziyo Market savdo markazi mas'ullari bilan hamkorlikda "Siz bizning ardog'imizdagi mijozsiz" nomli taqdirlash dasturini tashkil etdilar. Tadbir davomida 100 nafar xaridor qamrab olinib, do'konga tashrif buyurib, xarid amalga oshirgan har 10-xaridorga sotuvchi tomonidan esdalik sovg'alari topshirildi. Jizzax viloyatida ma'rifiy uchrashuv o'tkazildi. Do'stlik tumanidagi 8-umumta'lim maktabida "O'z huquqingizni bilasizmi?" mavzusi ustida tashkillangan tadbirda yoshlarga iste'molchi sifatida qonunchilikda belgilangan kafolatlar, savdo jarayonida e'tibor berish zarur bo'lgan talablar, sifatsiz mahsulot yoki xizmat holatlarida murojaat qilish tartibi hamda amaliy himoya mexanizmlari haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Uchrashuv davomida o'quvchilar faol ishtirok etib, o'zlarini qiziqtirgan savollarga atroflicha javoblar oldilar. Navoiy viloyatida ham 15-mart Butunjahon iste'molchi huquqlari kuni keng nishonlandi. Viloyatning Navbahor tumanidagi yoshlar markazida iste'molchilar uchun muhim sanaga bag'ishlab o'tkazilgan tadbirda 15-mart kunini Butunjahon iste'molchi huquqlari kuni deb e'tirof etilish tarixi, mamlakatimizda iste'molchilik ijtimoiy harakatining vujudga kelishi va taraqqiyoti kabi masalalarda ma'lumot va tushuntirishlar berib o'tildi. Viloyatning Xatirchi tumanida tuman tibbiyot birlashmasi faollar zalida o'tkazilgan tadbirda esa iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish, ularning huquqiy bilim va iste'mol madaniyatini oshirish ishida tuman jamiyati bilan yaqindan hamkorlik olib borayotgan tibbiyot birlashmasi tizimidagi tayanch guruhlari faollariga minnatdorchilik izhor qilinib, ularga esdalik sovg'alari topshirildi.
Buxoroda Butunjahon iste'molchi huquqlari kuni doirasida talaba yoshlar bilan uchrashildi. Federatsiyaning Buxoro viloyat hududiy birlashmasi hamda raqobat boshqarmasi mas'ullari ishtirokida Buxoro Innovatsiyalar universiteti talaba yoshlari bilan iste'molchi va uning huquqlari mavzusida o'quv seminari tashkil etildi. Tadbirda yurtimizdagi qonunchilik normalari, murojaatlar va ularning shakllari, federatsiya ishonch raqami hamda murojaat madaniyati yuzasidan tushuntirishlar berildi. Iste'molchilardan kelib tushayotgan dolzarb muammo va murojaatlar yechimi, huquqiy immunitet hosil qilish borasida so'z bordi. Ishtirokchilar mas'ullardan savollarga atroflicha javoblar olishdi. Iste'molchilar manfaatlari jamoatchilik nazorati markazida. Poytaxtimizda 15-mart Butunjahon iste'molchi huquqlari kuni arafasida iste'molchi huquqlari, adolatli bozor va kuchli jamiyat kafolati mavzusida matbuot anjumani o'tkazildi. Tadbir O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi tashabbusi hamda manfaatdor vazirlik va idoralar hamkorligida tashkil etildi. Anjuman davomida federatsiyaning o'tgan yilgi faoliyat natijalari, iste'molchi murojaatlari bilan ishlash, sud orqali iste'molchilar manfaatlarini himoya qilish hamda ichki bozorda sotilayotgan tovar va xizmatlar sifati ustidan o'tkazilgan jamoatchilik monitoringlari, shuningdek aholining huquqiy savodxonligini oshirish, iste'molchilarning murojaatlarini tezkor ko'rib chiqish va zamonaviy aloqa vositalari orqali fuqarolar bilan muloqotni kengaytirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida atroflicha ma'lumotlar berib o'tilib, ommaviy axborot vositalari vakillarini qiziqtirgan savollarga javoblar qaytarildi. Tadbir doirasida iste'molchilar huquqlarini himoya qilish sohasida amalga oshirilayotgan tizimli islohotlarda soha rivojiga munosib hissa qo'shayotgan, shuningdek o'zining samarali faoliyati va fidokorona mehnati bilan iste'molchilar huquqlarini himoya qilish tizimi rivojiga salmoqli hissa qo'shgan bir qator tizim xodimlari federatsiya tomonidan ta'sis etilgan iste'molchilar huquqi himoyachisi ko'krak nishonlari bilan taqdirlandilar. Iste'molchilar huquqlarini ta'minlash bo'yicha eng yaxshi korxona tanlovi g'oliblari taqdirlandi. 15-mart Butunjahon iste'molchi huquqlari kuni munosabati bilan Raqobat qo'mitasi tomonidan o'tkazilgan iste'molchilar huquqlarini ta'minlash bo'yicha eng yaxshi korxona tanlovi g'oliblari tadbir doirasida tantanali ravishda taqdirlandi. Mazkur tanlovning asosiy maqsadi tadbirkorlik subyektlari tomonidan iste'molchilar huquqlariga rioya etish, xizmat va mahsulotlar sifatini ta'minlash hamda iste'molchilarga nisbatan mas'uliyatli munosabatni rag'batlantirishdan iboratdir. Tanlov g'oliblari Raqobat qo'mitasi tomonidan ta'sis etilgan iste'molchi ishonchi sifat belgisiga sazovor bo'ldilar. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz hozircha shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatishda davom eting.